76-77 yil Qur'onni bitirayotgan vaqtimiz. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin Abdulboqi Mahsum pochcha qorakalarga o'qib bergan, tabarrukona 10 kunlik qilib 3 kub 3 poradan o'qib bergan deb aytuvdilar. Navbat Ahmadulloh Mahsum pochchaga keldi. Go'rgazdagi Abdulboqi qorini dadalari. Shu kishiga 10 kun qatnadim. O'zim boshimdan o'tgan narsa. 10 kun 3 poradan qilib Qur'onni o'qib berdim. 10-kuni borib Qodisami Allohning pasini o'qib Sura Ammaga kelganda nihoyatda chiroyli ketdim. Bir ikkita shogirdlari kirib qarab o'tiribdi. Ja vozillab kelib Sura Ixlosga kelgan yerimda Mahsum pochcha Qur'on ochib o'tiribdilar. Hadmi sag'ir qilib qo'ya qoling dedi. 3 marta Qul huvallohu ahad o'qidim. 2 Qul a'uzuni o'qidim. A'uzuman bismillahni aytib, Alhamdulillahi robbil alamin dedim. Qur'on bekildi. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Alhamdulillahi robbil alamindan tashqari hech narsa yo'q. Juda men ta'jiblanganman. A'uzuni aytdim, bismillahni aytdim, yana alhamdulillahi robbil alamin deyman. Ar-Rahmanir Rahim yo'q. Maliki yawmiddin ham yo'q. Qul a'uzular ham yo'q. Qur'on qop-qorong'i yopiq. Shu alhamdulillahi robbil alamindan tashqari hech narsa yo'q. 3 marta qaytardim. Ahmadulloh Mahsum pochcha shunday Qur'on ochib o'tiribdi, indamay o'tiribdi. Hali ikkita shogirdi ham hanqayib qoldi. O'qing dedi. Nimani o'qiyman dedi. O'qing. Yo'q, shunisi yo'q. Qop-qorong'i. O'qimaysiz dedi. U kishi menga gapiryapti, meni hayolim alhamdulillah. Hech narsa yo'q. Alloh saqlasin. Yig'ladim. Yig'lab qoraka dedim, hech narsa yo'q dedim. O'qimaysiz dedi. Alloh harfpa harf ojizga olib kelib, malaikalar olib kelib berib turmasa, hech narsa o'qimaysiz dedi. Qo'lingizdan kelsa o'qib ko'ring-chi dedi. Ya tepadan vozillab odashmasdan shovullab tushib kelyapti o'dingizda, ha? Ja Qur'onni zo'r o'qiyapman deb g'ururlandingizda. Alloh olib qo'ysa mana shunaqa bo'ladi. Qani o'qib ko'ring-chi dedi. Bu kishi gapiryapti, meni hayolim sura Fotihada yo'q hech narsa. Ikkovimiz o'tirdik, jim o'tirib o'qimaysizmi dedi. Tafsir hech narsa yo'q dedi. Ar-Rahmanir Rahim dedi, Qur'on ochildi. Hammasi ko'rindi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin deb o'qib va zolim qilib duoda qildik. Ikkovimiz yig'lashdik. Haligi shogirdlari birga o'tirdik. Bu Qur'on dedi mo'jiz, jon bolam. G'ururlanmang. Qur'onni mana qilib o'qiyapman deb unaqangi mutakabbirlikka ketib qolmang. Qur'on mo'jiza, Alloh nasib qilsa o'qiysiz, bo'lmasa o'qiy olmaysiz. Alloh olib qo'yaman desa bir og'iz gap Alloh uchun. Xudo saqlasin. Buni mo'jizaligini men ko'rganman. 41-yili urushda Ahmadulloh Mahsum pochcha rahmali Abdulboqi dadalari urushda kichkina Qur'onni ko'hragiga ichiga ko'ynagining ichiga solib yurar ekan. Urushda shu nemis bilan urushayotganda. Qayerga soldatlar bilan yuraman, Qur'on o'qib yuraman dedi. Adashgan joyimni eslab qolaman. Lekin o 1-2 soatlardan keyin nima qiladi? 5 minutga sigaret chekishga vaqt beradi. Hali chekadiganlarga. Men sekin salqinga boraman-da Qur'onni ochib varaqlab mushovahalarni ko'rib olaman. Qaysi betda adashganimni eslab qolaman-da, ana shu joyda ko'rib olaman, yana o'qib ketaveraman. Ana shunday urushda yelkamda avtomat, qo'limda avtomat bilan Qur'on o'qib yurganman. Mo'jizaligini nima ekanligini aytaymi sizga? 200 ta soldat hammamiz haya bilan ketayotsak, Qurshovga tushib qolibmiz. Nemislar o'rab turgan ekan. Yot dedi. 200 ta odam bir qarish turpoqqa shunday yotdik. Endi qo'yaverasiz. Ana do'zax. Agar atrofdagi nemislarga bos desa, ilmi teshib turpoqqa alashtirib tashlash turibdi, emas tayyor. Bir og'iz gapga qarab turibdi. Men ana shu 200 ta bolani ichida o'rtasida yotibman. Ko'stimda Qur'on. Yig'ladim. Parvardigor, ahlimni taniganimdan beri Qur'on o'qiyman.
Qur'onda huzur halovotini ko'rganim yo'q a. Parvardigorim, qori bo'lib Qur'onga mehnat qilgandan keyin buni huzur halovotini ko'rmaguncha o'lmaydi degansan Parvardigorim. Endi men janozasiz shu yerda o'lib ketamanmi turpa qaralashib, ko'zimda Qur'onim bilan? Yo'q. Seni bunaqa va'dang yo'q Alloh. Ko'zimdan Qur'onni oldimda yotgan joyimda Qur'onni olib Qur'on, Qur'on deb baqirdim dedi. Nemislarning kattasi nima deyapti ona? Qur'on deyapti. Chaqirib yoqqa. Yotgan soldatlarning ustidan oxlab turpa oxlab keldim, kesam. Ashu nemislarning kattasini yanidagisi arab ekan dedi. Bu nima deyapti? Dedi, qoriman deyapti. Qur'onni yod bilar ekanmi? Ha, bilar ekan. O'z nemischalab gaplashyapti. İmtihon qilib ko'r. Qur'onni shunday ochib bitta boshini aytdi, yoddan o'qib berdim. Yana bittasini ochib yoddan o'qib berdim. 3 joydan so'rab yoddan o'qib bersam, maşallah. Tirik Qur'on ekan bu. Nemis ham hayron qoldi dedi. Hammasini turgizib lag'irga olib kelib qo'yinglar debdi. Qur'onni shafoatini qarang dedi. Meni Qur'on deb chiqqanim bilan haligilar ham o'limdan qolib, hammasi lag'irga kirdi, o'limdan qoldi. Agar ot desa hammasi to'paqallashib ketardi. Ana Qur'on mo'jizaligi. Meni bitta xonaga olib kirdi. Kirsam dasturxon to'kinchin. Bir kunda 2 kesim qora bo'rka berar ekan. Urush vaqtida. Asl soldatlarga 2 kesim qora bo'rka bir kunga berar ekan. Ochmiz, nihoyatda qiylanganmiz dedi. Kirsam dedi, oq bo'rkalar, maska yog'lar, go'shtlar haligi nemis xonasida dedi. To'ygunincha Qur'onni hurmati. Yeb qonimni to'g'azdim, endi senga bo'lay xizmat qilamiz deb dedi. Menga bo'lay xizmatga o'tkirdi. Qori bu Qur'on bo'ladi. Qur'onni mana o'zingiz ko'rdingiz. Alloh izn bermasa o'qiy olmaysiz. Shuning uchun qoriman deb xotirjam bo'lmang. Qoriman deb mutakabbirlik qilmang. Nihoyatda siniq bo'ling, Qur'onni qo'rqib o'qing. Allohdan qo'rqib o'qing, Alloh sizga o'zi kalima-kalima olib kelib turadi malaikalar. Bo'lmasa o'qiy olmaysiz dedi. Ana Qur'onning mo'jizaligi sizlarga. Demak, bu mo'jiza bo'lgan Qur'onga beparvo bo'lib bo'lmaydi. Beparvo bo'lmasdan yig'lab o'qish kerak bo'ladi. Har o'qiyotganda Allohning so'zi, men yaratgan Parvardigorim bilan gaplashib o'tiribman. Bu bunaqa maqomni qayerdan topasiz? Gaplashgingiz kelsa Alloh bilan Qur'on o'qing. Allohni ko'rgingiz kelsa namoz o'qing. Peshoningizni sajdaga qo'ying. Subhana robbiyal a'lo. Ey Alloh, sen hammadan a'losan deb Allohni maqtang. Alloh bilan ko'rishasiz. Alloh bilan gaplashgingiz kelsa Qur'onni o'qing. Allohning kalomi, Alloh bilan gaplashib o'tiribsiz. Bunday ulug' martabaga hammamizni Alloh taolo muyassar qilsin ilohim. Azizlar, navbat qorilarga keldi. Qorilarni qori bo'lguncha 5 yil, 6 yil o'yin kulgini o'ylamasdan nihoyatda mashaqqat bilan, nihoyatda qiyinchilik bilan Qur'on yodlaydi. Bu yerda mikrofonda chiroyli o'qib bersa, "Ha, zo'r qori ekan, maza qilib eshitdik" emas. Bu qori qanaqa qilib qori bo'lganligini bir tasavvur qilib ko'ring. Osonlikcha qori bo'lmaydi. Qachonki o'g'lingizni qori qilganingizda bilasiz. O'zingiz Qur'on o'qiganingizda bilasiz qorilarning qadrini. Shuning uchun nihoyatda e'tiqod bilan, ixlos bilan Qur'on eshitib o'tiraylik. Bu ukalarimiz ahlini tanigandan beri Qur'on o'qiydilar. Qur'onni go'shiga, suvayga aralashib ketgan bu Qur'on. Shuning uchun chiroyli talaffuz bilan o'qib beradilar. Osonlikcha o'qimaydi. Shuning uchun nihoyatda muhabbat bilan eshitib o'tiraylik.